Assalomu alaykum. Mana yo'l filtrimiz, dimoxod filtr. Ko'mirdan chiqayotgan tutun, qora tutun, achchiq tutunlarni suv orqali farq qilib chiqarib beradi. Xudo xolasa. Ozgina ishlari qoldi. Mana suv orqali bu tutunlarni parlab ekologiyaga ziyon yetkazmaydigan qilib chiqarib beradi. Eng qizig'i mana ularni tiqilib qoladigan bo'lsa almashtirish imkoniyati bor, tozalov imkoniyatlari bor, xudo xolasa. Mana kecha ozgina ishlatganmiz, o'sha qora tutun ushlagan.